أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat bilen tefsirul Celaleyn'den Sure Bakara'nınki 189 oyatga keldik. Bu oyatda Alloh taolo shunday deydi: Estaizu billah. Yes'alunaka anil ahilla. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yine biz ilgirki bir oyatda veleysel birru bi leysel birru men amene ilaqi sizlarning mashriq va mag'rib tarafga iymon keltirishinglarni o'zla yaxshilik yetmaydi, lekin haqiqiy yaxshilik degan Allohga va oxiratga iymon etgan oshni qilgan ma yaxshilik ishlarni qilgan degan mazmundagi oyatni o'qib o'tgandik. Mayetdimi Alloh taolo shuning o'xshagan mazmun bor buning. Ya'ni ular sendan yangi chiqqan oila to'g'riliq so'rashidi. E, Senden yangi chiqqan oy, yeni oyning kichik chiqib cho'ngaydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, u kishilarning tirikchilik, so'z setiq, muomala, ro'z tutish, eg'iz ichish qatorliq ishlarning va hajning vaqtini hisoblash uchundir. Jariyat davrida qilganinglardek ehromdagi chig'inglarda o'ylarning orqasidan to'shga ichib kirish yaxshilik yetmaydi. Allohning amriga muxolif ish qilishdan qo'rqqan odam yaxshi amal egasidir. Ehromdagi chig'inglarda odatdagidek o'ylarning darvozalaridan kiringlar. Baxtga erishinglar uchun Allohga taqvodorlik qilinglar. Yine ular senden Muhammed Aleyhisselam yangi chiqqan oy to'g'riliq so'rashidi. Yine el ahilla degan hilal degan so'zningki ko'pligi deydi. Yine o dastlabda inchik chiqidi, ondan asta-asta cho'ngib to'lin oy holatiga keladi. Ondan asta-asta kichiklab dastlabki holatiga kelib qoladi. Kelib qolgan mushuna bo'lishningki sababi nima? Nima uchun quyoshga o'xshash bir xil holatda bo'lmaydi deb so'raganda Alloh taolo Muhammad alayhisalom deyotdi, aytqinki Muhammad alayhisalom ularga hiya, ya'ni u yangi chiqqan u oylar, osmondagi oylar mavaqitdir. Ya'ni miqatning ko'pligi deydi. Ya'ni vaqtni belgilaydigan sizlarningki shu haj va boshqa nurg'un savdo sotiq qatorliq ishlarniki vaqtini belgilashinglar uchun mushta bo'lgan oy mushun uchun yaratilgan demak. Kishilar uchun mushta mavaqitdir. Biladi ular shu oylar orqali, osmondagi oylar orqali o'zining ziroatlarininki, savdo sotiqlarining, tijoratlarininki vaqtini biladi. Ayollarininki iddatining vaqtini biladi va o'zining ro'za tutish, deganda ro'za tutish va iftor qilish. Masalan, Ramazonning kirganligi va Ramazonning chiqqanligi, chiqib ketganligidan iborat mushta ahvollarni biladi demak. Va hajning vaqtini biladi. Bu vel hac degan an-nasqa atbudur. Yine kişiler için mevakittir ve hac için mevakittir demek şimdi. Bilindi aylar arkalık hacның vakti. Eğer o aylar bir xil holatda davom etishayotgan bo'lsa, bu xil ahvollar bilinmagan bo'ladi. Deb kelib, valaysil birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Yaxshilik degan uylarga, uylarning o'gizlaridan kirishinglar emasdir. Ya'ni ihrom bog'lab vaqtda. Ihrom bog'lab, masalan, haj qilib, hajdan qaytib kelgan chog'ida uyning o'g'isidan bir tush kechib, shu tushdan kirishinglar va tushdan chiqishinglar va ishdan kirishni, uyning eshigidan kirishni tashlab qo'yishinglar. Bu yaxshilik emas. Bular buni jariyat davrida shunday qiladi deydi. Va buni o'zlaricha yaxshilik, yaxshi qilganlik, yaxshi ish deb o'ylaydi ekan. Bunday qilish yaxshi amal emas, balki yaxshilik degan
Vel birri, yani yaxshilik egisi bo'lgan, yaxshilikqa yotadigan amal qaysi desa, manittaqa. Yani Alloh taoloning amriga muxolifatchilik qilmaslik bilan Allohdan qo'rqqan kishining e, amali yaxshi amaldir va uylarning ishlaridan kiringlar. Men o'zinglarcha uyning o'gisini tushkichi munda kirsak yaxshilik bo'ldi deb o'ylab qolmanglar. Balki uylarning ishidan kiringlar. Yani hamma ishlarni yani o'zining sabab qonuniyati qilsanglar shu yaxshilik bo'ladi degan bir ma'noni tushunmoqli bo'ldi bundan deydi. Yani sabab qonuniyatidan chiqib boshqacha qilsak bu bir yaxshi ish bo'larmikin deb o'ylab qolmanglar. Yani balki har qanday ishni bizga Alloh taolo bir qonuniyat o'rgatyapti deb yerda. Har qanday ishni o'zining shu sabab qonuniyati bo'yicha, koinotning qonuniyati bo'yicha qilsak, yaxshi bo'lganligini bizga deb beryapti. Masalan, ehromda qolgan chog'da va uning g'ayriga o'xshash. Vattaqulloha, Allohdan qo'rqinglar, nijotga erishinglar uchun. Xo'sh, ham bu oyat tugadi. Ham keyingi oyatda urush qilishga aloqador ahkomlar so'zildi. Alloh taolo shundoq deydi: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi, ya'ni yaxshi ko'rmaydi. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye yilnisi Beytullah'a kirişten to'silgan vaqtda va kofirlar bilan kelarjili shu Makka mushriklari bilan demakchi kelarjili Makkaga qaytib kelib Makkaga keldiganligi va Makka kelgandan keyin mushriklar Makkani 3 kun xoli qo'ydiganligi to'g'riliq so'zlashgan chog'da deydi. So'zlashgandan keyin shunday qilib kelar yilnisi payg'ambar alayhissalom umrining qazosini qilishga tayyorlanib qilgan chog'da endi Makkaga berib qolsak Quraysh kuffirlari va'dasiga vafo qilmay qolarmi, urush ichib qolarmi deb shundan qo'rqqan chog'da va musulmonlar endi Makka mushriklari urush ichib qolsa bu urush harom qilingan oylar ham zamin urush qilish harom qilingan zamin Makka zamini. Mushta bo'lgandan keyin musulmonlar bir andisha tushgan gapim. Mushriklar va'dasiga vafo qilmay urush ichib qolsa biz ularga qarshi urush qilishga to'g'ri keladi. Bu chog'da haramniki hurmati to'kilib ketami deb mushuni undan qo'rqqan, mushuni yomon ko'rgan chog'da bu oyat nozil bo'lgan deydi. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Allohning yo'lida Allohning dinini ustun qilish uchun urush qilinglar. Sizlarga kofirlarning ichidan sizlarga urush qilganlarga va la ta'tadu. Shunda urush qilinglarki, lekin tajovuz qilmanglar. Endi dastlabda sizlar urush ichish orqali tajovuz qilmanglar. Ala urush ichib qolsa sizlar urush qilaveringlar demoqchiman. Haqiqatan Alloh taolo chekdan eshib ketganlarni do'st tutmaydi. Yine ularga belgilab berilgan chek chegaradan sınırdan ütüp ketganlarni yoqtirmaydi. Yine ma urush qilish ishida shundoq va boshqa Alloh taolo belgilab bergan barliq shariat ahkomlarida, masalan namoz, ro'za, tahorat, haj, nikoh, taloq va boshqa barliq kishilik muomala qatorliqlarning hammasida mush Alloh taolo bizga belgilab bergan chek chegara sınır var. Shu sınırning sirtiga chiqib ketsak bu mu'tadi bo'lib qolgan gap o'chadi. Mush Alloh taolo belgilab bergan chek chegaraning ichida turinglar, uning nesiga o'tib ketmanglar degan bir hukmni mushundan tushunmoqli bo'ldim. Lekin bu oyat deydi, amaldan qoldirilgandir Baroa surasidagi oyat bilan. Yoki Alloh taolaning mushu suradagi keyingi oyati bilan amaldan qoldirilgan deydi. Qanday desa, vaqtuluhum haythu thaqiftumuhum va akhrijuhum min haythu akhrajukum vel fitnetu ashaddu min al-qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Hmm. Ularni ya'ni mushriklarni ular haramda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, urush harom qilingan oylarda bo'lsin, uchratgan yerda o'ltiringlar.
Sizlarni yurtinglardan, ya'ni Makkadan chiqarib o'tgandek, sizlarmi ularni yurtidan chiqarib o'tinglar. Ziyonkashlik qilish urushdan yomondir. Toki ular o'zlari urush ochmaguncha Masjidi Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Kofirlarning jazosi shundoq bo'ladi. Yine haythu saqiftumuhum degan, vajattumuhum degan bo'ldi ekan. Ya'ni ularni uchratgan joyda o'ltiringlar. Va ular sizlarni Makkadan chiqarib o'tgandek, sizlarni ularni yurtlaridan chiqarib o'tinglar. Bularga Makka fath qilingan yinisi mushtaq qilingan edi deydi. Vel fitnetu. Fitne degan bu yerdagi fitnedan maqsad nima ekan desa, shu mushriklarningki shirik keltirishi. Allohga shirik keltirishdan iborat bu jinoyat yomonroqdir. Adam ularni o'tirib o'tishdan. Demak, bu fitna fasod. Miyada fitna fasodni shirik deb tafsir qilibdi. Lekin boshqa tarjimada ziyonkashlik qilish deb tafsir qilingan. Ya'ni fitna fasod masalan musulmonlarni dindan yondirib o'tish uchun oshunda ziyonkashlik qilish, oshin bir fitna fasod bo'ladi endi. Oshunda ishlar bu adam o'ltanganda yomon ish. Yani o'z vaqtida Makka mushriklari musulmonlarni dindan yondirish uchun oshunda nurg'ulg'an ziyonkashliklarni qilgan. Aslında fitne fasad tergin. O fitne fasad ularni o'ttirib o'tganda yomon fitne fasad edi. Demak, bu yani ularni o'ttirib o'tish anida yangilik demoqchi edim. Haramda olsun yoki ihromni holatda olsun. Ya'ni sizlar cho'ng sanayotgan, ya'ni biz haram zaminida ham ihromni holatda urush qilsak bo'lmaydi deb cho'ng ko'ryapsizlar buni. Bu cho'ng ko'rganlar to'g'ri demoqchi edim. Lekin o fitne fasad ma'noda yomonroq demoqchi edim. Urush qilmanglar ularga Masjidil Haramda, ya'ni haram zaminida toki ular sizlarga shu haram zaminda urush ochgan qadar urush qilmanglar. Agar ular sizlarga shu haram zaminda urush echib qolsa, ularni o'ttiraveringlar shu haram zaminda. Yana bir qiroatda 3 fe'lning hammasida elipsiz o'qilgan. Fa in qatalukum fa in qatalukum va la tuqatiluhum va la taqtuluhum عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه تمام o'qilgan demoqchi ekan. Kezalike şuna o'xshash. Yine o'tirish va haram zamindan chiqarib o'tishga o'xshash kofirlarning jazosi mushtaq bo'ladi. Fa inin tahav. Agar ular kufrlikdan yansa va musulmon bo'lsa, haqiqatan Alloh taolo ularni mag'firat qiluvchidir va rahim qiluvchi zotdir ularga. Yine Alloh taoloning rahmat kengli zotimni. Bir ashunda ko'p ziyonkashliklarni qilgan, Alloh shirik keltirgan, ashta bir kofir bu. Allah tövbe qilib iman etsa, Alloh taolo uning iymonini yana qabul qildi ekan. Alloh taolo rahimdil zot bandalarga. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Ularla urushinglar toki fitna fasod, ya'ni sherik yo'q bo'lgan qadar va dinning hammasi, ya'ni ibodat qilish yolg'iz Alloh taologa bo'lgan qadar. Ya'ni yolg'iz Alloh taologa ibodat qilingan, Allohning g'ayriga ibodat qilinmaydigan bo'lgan qadar ular bilan urush qilinglar. Agar ular shirkdan, Allohga shirik keltirishdan yansa, ularga tajovuz qilmanglar. Ya'ni ma fa in tahu deganda mayda ani shirki fala ta'tadu alayhim deb tafsir qildi buni. Mushu tafsirga nima dalolat qildi desa, fala udwana illa ala zolimin degan mushu oyat o'z dalolat qiladi. Ya'ni faqat dushmanlik yo'qdir, faqat zolimlarga. Yine tajovuz qilish, o'ttirib o'tish bilan va uni boshqa ishlar bilan tajovuz qilish yo'q. Faqatla zolimlarga tajovuz qilish bor. Hem kimiki u tajovuzchilikdan yansa, u zolim bo'lmaydi. Zolim bo'lmagan ekan, uningga dushmanlik qilish yo'q. Dedi. Hem keyingi oyatda "Eş-şehrul haramu beş-şehril harami vel hurumatu qisas. Femen i'tada aleykum fa'tadu aleyhi bimithli ma i'tada aleykum vettakullaha ve'alemu ennallaha ma'al muttaqin." Urush haram qilingan oy, urush haram qilingan oyga tengdir.
Ee, ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga chaqilsa, shu oylarda sizlarmi ularga chaqilsanglar bo'ladi. Hurmati saqlanishga tegishli narsalar teng barobardir. Ya'ni hurmati saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilgan bo'lsa, intiqom olish yusidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yamini yo'q. Birov sizlarga qanchalik chaqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chaqilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan billadir. Yine eşşehrül haramu degan el muharramu. Eşşehrül muharram degan gap. Yine haram kılınan ay, uruş haram kılınan ay muqabilun. Yine tam beraber buludu. Uruş haram kılınan ayga. Yine bu yerdeki ne degan gap dese, ular sizlarga şu uruş haram kılınan aylarda e, uruş kılgan o'xshash, sizlar ularni shunga o'xshash o'ttiringlar. Raddun lista'zamil muslimine zalik. Yine bu Müslümanlarınki aş uruş kılgan ayda uruş haram kılgan aylarda uruş kılsa kında ola dep bunu konuda yaman görgen temlemesin. Aşındak yaman görüş katı bir reddiye bir işleyim. Yani Allah Teala e, ağula sizlerge çakılgan dikin sen çakılsana bolu doğu da manada öget dedim yani. Vel hurumatu qisas. Yine hurumat degan hurmatunun köplük eleydi. Yine hürmetleş vacip olan nerse qisasdır. Teng baraberdir demek şimdi. Qisas degan yani qisas eleş degan maksat ağaçның o'qishi bilan qisas elindi agar un tuhikat aşı depsen qilingan bo'lsa. Urush haram qilingan oylar mesela hurmatlash tegishlikda. İhramlı holat hurmatlash tegishlikda. Haram zemini hurmatlash tegishlikda. Endi mushundaq qatma-qat hurmatlash tegishli bo'lgan ahvollar bor holatda qarshi taraf buningki hurmatini qilmagan ekan deb sanaqan ekan sizlarmi ularga qarshi urush qilsanglar bo'ladi. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ kimiki sizlarga tajovuz qilsa haram zaminda yoki ihramli holatda yoki urush harom qilingan oylarda urush qilish bilan ashta tajovuz qilgan bo'lsa sizlarmi ularga tajovuz qilinglar. Ular sizlarga tajovuz qilganga o'xshash tajovuz qilin. Semma muqabalatahu i'tidaen. Uningga ashu robro tang baravar qilishni i'tida deb ataydi bu oyatda. Nima uchun desa, nishabbihiha bil muqabala bihi fi sura. Surat jihati muqabilun bihi bo'lgan narsaga o'xshaganlik uchun. Qarshi taraf tajovuz qilgan, tang baravar qilinayotgan ash narsaga o'xshab ketganligi uchun shu i'tida deb ataydi. Qarshi taraf tajovuz qilgan ekan, sizlar ularga o'xshash qilinglar deganni yine i'tida deb ataydi demoqchi. Vettakullah. Allah'tan korkunlar. Yardım talep kılışta, tacavuzçılıkını terk etişte. Yine muşu Allah Teala belgilep bergen çekçigirala muşu. Bunundan ütüp ketmey muşu hıl ehvalla adılıp toktaş. Muşu dairinin işlemini iş kılış. Mavi takvalı. Allah'tan korkanlık demek şimdi. Anın Allah belgilep bergenin sırtı çıkıp ketken deken bu takvalık yatmayla iş okkurdu. Bilinglar ki Allah Teala takvadarları bilen billidir. Yani ular takvadarlarga yordam berish ve ularga nusrat ato qilish orqali ular bilan billidir. Ve enfiqu fi sabilillahi ve la tulqu bi aydikum ila tahluka. Ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah'ın yolunda pul mal sarf qilinglar. O'zinglarni halokatga tashlamanglar. İhsan qilinglar. İhsan qiluvchilarni Allah haqiqatan do'st tutadi. Yani ve enfiqu fi sabilillah diyen ol cihat kılışta ve onun başka işlerde Allah Teala'ya itaat kılış bilen Allah'ın yolundan pul mal kıyıcılarla. Yukarıda cihatının gibi kıtkıda bakın olan iken ma tefsirde hem de şu Allah'ın yoldaki cihat iştirgimi pul kıyıcısanlar şu Allah'ın yolda pul mal kıyıcıgınlık buludu demek şimdi. Özünlerini halaketki taşımalar. Bi eydikum degen enfusikum degen buludu. Bir yerdeki bi eydikum deki ba harfçer ziyade dedi. İlet tehluke. Halaketki taşlamanglar. Yine cihatqa pul mal xashishtin
Qulunlarni siqib olish bilan jihodga pul mol tashlashni tark etish bilan o'zinglarni halokatga tashlanglar. Mana muhim gap mana. Ashundaq pul mol tashlashga tegishli yerda pul mol tashlash ashuna vojib bo'lib qolgan, farz bo'lib qolgan odatlarda pul molni xajlamay siqib turib olsa, o'zini halokatga tashladi deganim. Masalan, yuqoridagi bir darsda o'qigandik. Pul molninki uning farz bo'lgan haqqi zakatni ayirishimdi. O zakatni ayirishni har qanday musulmon boshqa atolmaydi. Uningni boshqami pul molni haqqi bormi desa, ba'zi olimlar uningni boshqami pul molni haqqi bor, vojib bo'lgan haqqi bor deb qaragan degan o'qib o'tgan. Demak, ma'vo shu qarashni kuchlantirdi mana. Allohning yo'lida pul mol xarjlashda to'g'ri kelgan vaqtda pul mol xarjlamay turib o'zini halokatga tashlagan deydi. Endi bu shunda Allohning yo'lida pul mol xarjlaydigan yerda pul mol xarjlamay turib olsa, bu sizlarga qarshi dushmanni kuchlantiradi. Hozir bo'layotgan ahvol shu buni. Va ahsinu degan yaxshilik qilinglar. Yaxshilik qilinglar degan om gap bu endi. Hamma ishda yaxshilik qilish kerak. Lekin miyada deyotgan gap yuqorqi oyatga munosib holatda tafsir qilinganda mana bu yerda. Pul mol xarjlash va uni boshqa ishlar bilan ihson qilinglar degan bo'lgan. Ashta ihson qilganlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi, ularga savob beradi deydi. Alloh taolo bizlarni butun musulmonlarni o'zining shu ko'rsatgan belgilamalariga amal qilishga nasib qilsin. Alloh taolo cheklagan ishlardan yiroq turishimizga nasib qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.